Ha dada, mening qizistim bo'ldi. Yaxshimisiz qizim? Yaxshi. Bir chiroyli olmaqli qiz ekan-a? Rahmat. Nima kerakna? Qachon oyoq qizni tutib oldi? Voy shu bir haftadek bo'ldi dada. Umuman chaqalligini qara. Avval deganni chaqqan bo'lmasak bo'lmaydi. Loyihaning gapini qo'yib turib, zot ne muhim ishing bor deb chaqirgan. Voy men hozir deyman. Endi deyman, hozir deyman demak, menga seriq chash loyihani ko'rsatgil akagamma. Voy yo'q dada. Hamsichu. Sana bir loyiq deb qo'ygan. Mana. Degina? Esladingiz kerak edi. Telefon nomerini pagina? Voy telefon nomeri yo'q menda, to'xtab tur ha. Ya opani cho'ras? Opam oldin qizilmishadi, uzukini uyushtirib qo'yibdi-kan o'sha atrofda. Shu silakaychi oyoq berib izlab qo'ydib ketgan. O qizning opasining gapini qilavermay, mening gapimni qilmamsa? Ha, shu dada. Sağ tanıştırdığa layık. Muş mening loyiqimning opsi. Ha, asıl bundaq tikanda. Ha, bo'pti, gapinglarni davomlashtiravering. Elipa shu, dadam bo'ytoq sugini uzun bo'ldi degan. Uzun emas, qizim. Bakli uzun bo'lib ketdi-da. Ha, mening opam shu bo'ytoq sugini uzun bo'ldi. Shon shikkanlarni bir kelishtirib qo'yaylik degan-ku. Ma kelin qizim bunday yaxshi-da. Dada, kelin deb chaqirdim qo'y. Ham to'liqchiqin tek bir hafta bo'ldi bizga baldur. Voy, baldir emas, bolam, baldir emas. Qizim, sizmi bundan keyin aka deb chaqirmay, dadali deb chaqiring, ha? Ha, qizim? Ha? Apangiz chiroyli-ku. Ha, opam chiroyli, qanday o'moq, sochlari budur dahi. Lekin 60 yoshlik ayol qanchalik bo'lmoq ishdi? Endi o'zingiz bir ko'rmamsiz. Ha, bo'ladi qizim, bo'ladi. Hozir kasb ko'ray. Ma baxtimniki xuddi tarafdan kelib qolishini kim bilib deysiz? Voy, opam keldi ana. Raqtin qaramoqqa opamga o'xshab qolamdi, nima bolam? Ko'nglimni yerim qildi. Ko'nglimni yerim qilmadi da, bu ko'nglimni yerim qilmadi. Ajab bir bu ayol bir ret ko'rgandek qilaman-ku. Hay dada, bu ayol kishi degan bag'och bir-birsiga o'xshashlik keladi qo'zadi. Yaxshimisizlar? Hay, opa. Ben tanıştırıp qo'yay. Yo'q, Elipa. Yaxshi. Haris ussatlab qolgansiz. Hey, mana xo'shal kelishimnikini iching-a? Rahmat. Yo'q, Elipaning dadasi bo'ldi. Yo'q, mening opam bo'ldi. Voy, siz aldir qatim ko'rishga riymatsiz ba xotin shu-ku? Nima deydigandi? Ha? Opa shikama tanışamdingmi? O'tgan daftarning qo'li kichik opani solishtirgan shu. Ha, men bilmaydi ekanman. Daryoga opirib bir ichimlikni etmagan turib kelgan. Voy yuzim. Oldi bilan chiqishib, ondan keyin ipirdigan suvda beka-bekani so'yib beramdimmi? Asli opam daryoga opirib sug'amay ekansiz-kanda. Sizmi opangizdek gap qilsiz-kan-a? Yaxshimlarga rahmat. Yura bolam. Men bo'ldi opa. Bas bunda pislik bo'lib qanchalik vaqt bo'lamaysa bolam. Voy xilafa to'xtang. Ya men o dadamdek bunda piqchiq emas. Qizingiz baxtli qilma. Voy, bo'ldi qizina bolam. O'z vaqtida ko'rishgan vaqtida men to'y qilmagan qiz da vatatdi. O'zi bilan qizi ekan-ku.